Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan yo'tal mavzusi, ya'ni qaysi holatlarda yo'tal bo'ladi, yo'talishni sabablari nima, hamda klinik belgilari qanaqa bo'ladi, hamda qanaqa qilib yordam ko'rsatamiz, qanday qilib davolaymiz, qanday qilib yo'talni bartaraf etamiz, shu to'g'risida gaplashamiz. Yo'tal bu nafas tizimi a'zolari, ya'ni hiqildoq, traxeya, bronxlardagi reseptorlarni qo'zg'alishi hisobiga organizmda javob himoya reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu sohada yot modda tushadigan bo'lsa, chang kiradigan bo'lsa, yo bo'lmasam nafas yo'llaridan balg'am ajraladigan bo'lsa, shuni chiqarib tashlashga qaratilgan himoya reaksiyasi hisoblanadi. Endi yo'talni sabablariga keladigan bo'lsak, bir qancha sabablari bor. U misol uchun allergik holatlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa surunkali hamda o'tkir nafas tizimining kasalliklari hisobiga yuzaga kelishi, yo bo'lmasam zararli odatlar, ichishlar, chekishlar va boshqalar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Bular sabab hisoblanadi. Undan tashqari biz yo'talni davomiyligiga hamda qaysi paytda yuzaga kelishiga, undan tashqari ovoziga qarab turib farqlab olamiz. Endi davomiyligiga qarab turib davriy yo'tallar, xurujsimon yo'tallar, qisqa yo'tallar hamda to'xtovsiz yo'tallar bo'ladi. Ovoz tembiriga qarab turib biz tovushsiz yo'tallar hamda it hurillashi, bo'g'iq yo'tallarni farqlab olamiz. Ya'ni bu holatlar qachon bo'ladi? Tovushsiz yo'tallar ko'proq hiqildoqli ovoz bo'ylami shikastlanganda yo bo'lmasam traxeostoma qo'yilganda yuzaga kelishi mumkin. It hurishi yo bo'lmasa bo'g'iq akillovchi yo'tal bu hiqildoqli laringit bo'lganda, ya'ni ovoz bo'ylamlari yallig'langanda yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari biz davomiyligiga qarab turib bo'lib oldik. Ya'ni davriy yo'tallar bu ichkilik bo'lganda, sigaret tutunlari yo bo'lmasam qanaqadir nafas tizimi a'zo kasalliklari hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari xurujsimon yo'tallar va xurujsimon yo'tallar bu o'pkani surunkali obstruktiv kasalligi yo bo'lmasam bronxal astma yo bo'lmasam nafas tizimini kasalliklarida bo'lishi mumkin. Undan tashqari qisqa kuchsiz yo'tallar bor. Bu o'pka emfizemasi bilan kasallangan bemorlarda qisqa kuchsiz yo'tallar bo'lishi mumkin. Undan tashqari to'xtovsiz yo'tallar bu yo'tal bilan kasallanganda yo bo'lmasam boshqa tizim a'zolari kasallanganda yuzaga kelishi mumkin. Endi biz yo'talni ikkiga bo'lib olamiz, ya'ni quruq yo'tal hamda nam yo'talga bo'linadi. Quruq yo'tal ko'proq nafas tizimi, ya'ni yuqori nafas yo'llari tizimida shikastlanganda yo bo'lmasa kasallanganda yo bo'lmasam organizmga chang tutun kirganda yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari nam yo'tal bor. Bu nam yo'tal balg'am ajralishi bilan kechadigan holatlarga biz nam yo'tal deymiz. Endi bu balg'amni qaysi vaqt yuzaga kelishi, ya'ni ertalab, kechqurun kelishiga qarab turib balg'amni rangi, hidi, miqdori, konsistensiyasiga, keyin undan tashqari morfologik, serozlik, yiringlik, sudratli turlariga qarab turib farqlab olamiz. Shularga qarab turib biz diagnoz qo'yishimiz mumkin. Misol uchun rangiga qarab turib kulrang bo'ladigan bo'lsa, pnevmoniya, ya'ni kriptoz pnevmoniyalarda yo bo'lmasam oq tiniq shishasimon bo'ladigan bo'lsa, bronxit yo bo'lmasam bronxal astmalarda yo bo'lmasam yashil rangda hidli bo'ladigan bo'lsa, bronxitas kasalliklarida, shunga o'xshagan bir qancha holatlarda farqlab olishimiz. Undan tashqari qon aralash keladigan bo'lsa, o'sma kasalliklari yoki tuberkuloz kasalliklariga shifog'imo qilishimiz mumkin. Endi bu yo'talni sabablari, bir qancha sabablar bor. Misol uchun laringit bo'lsa, traxeit bo'lsa, bronxit bo'lsa yo bo'lmasam o'pkani kasalliklari, pnevmoniya bo'lsa, o'pkani obstruktiv kasalliklari yo bo'lmasam tuberkuloz kasalliklari, o'pqil kasalliklari, shunga o'xshagan bir qancha holatlarda yo'tal hamda balg'am ajralishi bilan yuzaga keladi. Endi bunaqa bo'lgan holatlarda biz qanday qilib yordam ko'rsatamiz, hamda qanday qilib davolaymiz degan savol tug'iladi. Endi yordam ko'rsatish, davolashda biz birinchi navbatda kasallik sababini aniqlab olishimiz kerak. Kasallik sababini aniqlab turib yordam ko'rsatsak effektivliroq bo'ladi. Endi yo'tal uchun bir qancha anaqalarimiz bor. Birinchisi tabiiy usullar orqali biz o'simliklardan, ya'ni zanjabil, asal, sarimsoq, qizilmiya, bodom, achchiq bodom, sabzi, turmerik o'simliklarni nafas tizimi bilan kasallangan yo'tal bilan, balg'am bilan kechgan holatlarda qo'llashimiz mumkin. Undan tashqari keyingi etapimiz
ingalasi orqali, ya'ni nafas yo'llariga mahalliy ta'sir ko'rsatuvchi ingalasalar, bular yo'talga yaxshi samara beradi. Ya'ni qanday qilib? Ya'ni nebutamol ishlatganimizda nafas yo'llarini kengaytirib berib, nafas olishni yengillashtirib beradi. Undan tashqari Dekesan, bu Dekesan nafas tizimiga tushgan infeksiyalarga qarshi kurashishga yordam beradi. Undan tashqari chaynak suvda bilan ingalyatsiya qilish, bu nafas tizimida qiyin ajraluvchi balg'amda hamda nafas tizimini kislotali muhitdan ishqoriy muhitini yaxshilab berishga yordam beradigan holat hisoblanadi. Keyingi davolash usulimiz antigistamin dori vositalari, desensibillovchilar, lekatin ingibitorlari beriladi. Bular ko'proq allergik jarayonlarda, astma bilan kasallangan bemorlarda, balg'am ajralishi qiyin kechgan holatlarda qo'llaymiz. Bularga ya'ni dimidrol, suprastin, levositrizin, zodak, loratadin, dezloratadin, undan tashqari desensibillovchi dori vositalarimiz kalsiy-glyukonat, natriy tiosulfat. Lekatin ingibitorlarimizdan biz ketotifen, ya'ni hamda montelukaz tabletkalarini qo'llaymiz. Bu yo'tallarni kamaytirib hamda yallig'lanish prosesini kamaytirishga yordam beradigan dori vositalarimiz hisoblanadi. Ko'proq allergik fon, bronxial astma, o'pkani surunkali obstruktiv kasalliklari, qiyin ajraluvchi balg'amlar bilan yoki yuqori nafas tizimi kasalliklari bilan kasallangan bemorlarga yaxshi foyda beradi. Uchinchi turimiz bu yo'talga ta'sir qiluvchi dori vositalarimiz. Yo'talga ta'sir qiluvchi dori vositalarimiz quruq yo'talga hamda nam yo'talga ta'sir qiluvchi dori vositalarimiz bor. Undan tashqari yo'talga ta'sir qiluvchi dori vositalarimiz narkotik hamda non-narkotik dori vositalariga bo'lib ketadi. Endi bulardan keltirib o'tishimiz mumkin. Quruq yo'talga Sinekod yoki dextrometrofan degan dori vositamiz ko'p qo'llaniladi. Nam yo'tal bo'ladigan bo'lsa, ya'ni balg'am ajralish qiyinchiligi bilan yuzaga kelayotgan bo'lsa, bromgeksin dori vositalarimiz, ambraksol dori vositalarimiz, astilsistein dori vositalarimiz, nukaltin, undan tashqari kompleks askaril dori vositamiz. Buni tarkibida bromgeksini, salbutamoli, grafenizin dori vositalari bor, yaxshi dori vositasi. Undan tashqari o'simliklardan tayyorlangan preparatlar, misol uchun Kodelak, Artkashli, Kodelak Bronco, Tramax degan dori vositalarimiz bor. Ular shu nafas tizimi bilan kechganda, yo'tal bilan kechganda, yo'tal balg'amli hamda balg'amsiz quruq yo'tal bo'lganda ishlatiladigan dori vositalarimiz hisoblanadi. Keyingi anaqamiz bu antibiotiklar hisoblanadi. Bu antibiotiklar nafas tizimini infeksiya bilan, bakteriya bilan bog'liq, ya'ni pnevmoniya bo'lganda, o'pkani surunkali obstruktiv kasallik qo'zg'alganda, bronxitlar qo'zg'alganda, laringit bo'lganda, trafeit bo'lganda qo'llaniladigan dori vositalarimiz. Endi antibiotiklarning bir qancha guruhlari bor. Masalan, penisilin guruhi, tetrasiklin guruhi, sefalosporin, makrolidlar yoki bo'lmasa ftorxinolonlar guruhi bor. Ularga bir qancha dori vositalar kiradi. Misol uchun amoksisilin, penisilin, aksab yoki bo'lmasa sefalosporinlardan ceftriaxon, cefotaxim, cefepim, cefazolin, ceftriaxon, undan tashqari levofloxacin, moxifloxacin, azitromisin, shunga o'xshagan cefitaxim, shunga o'xshagan bir qancha antibiotik dori vositalarimiz bor. Bu ko'proq infeksiya bilan kechganda qo'llaniladigan dori vositamiz. Endi yo'talda kelib chiqishiga qarab turib qo'llaymiz. Shu video yo'tal to'g'risida shu videomiz. Agar videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosib, kanalimizni kuzatib, hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz tavsiya etiladi.